Amerika Kornell Universitetining dotsenti doktor Magnus Piskasio yaqinda e'lon qilgan dokladda Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohati taktikasi bilan natsistlar Germaniyasining sayohat taktikasida parallellik borligini ko'rsatgan. Ya'ni Xitoy natsistlar Germaniyasi davridagi qilmishlarga parallel holda sayohatchilikni qurol sifatida ishlatib, Uyg'ur elidagi siyosatning rejimsiz realligini xiralashtirgan. Shuning bilan bir vaqtda bu dokladda Xitoyning Uyg'ur eli sayohatchiligining asosliq nishoni Xitoy va chet ellik sayohatchilarni Uyg'ur elining bexatar va yaxshi ekanligini, o'z ko'zlari bilan ko'rgan qo'llag'uvchilarga aylantirish ekanligini ilgari surgan. Amerika Kornell Universitetining dotsenti doktor Magnus Piskasio Xitoyning irqiy qirg'inchilik sayohat strategiyasi nomli mazkur dokladni 19 avgust Diplomat jurnalida e'lon qilgan. Mazkur dokladda doktor Magnus Piskasio tekshirib tadqiq qilish orqali Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohati taktikasi bilan natsistlar Germaniyasining sayohat taktikasida parallellik, ya'ni o'xshashlik borligini tarixiy belgilar va hujjatlar orqali o'tirib qo'ygan. Dokladda Xitoyning bu strategiyasining natsist Germaniyasining sayohatdan foydalanib 2 dunyo urush mezgilidagi obrazini yaxshilash strategiyasi bilan parallellik borligi aks ettirilgan. Dokladning avtori doktor Magnus Piskasio radiomizga Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohati bilan natsistlarning taktikasining parallelligi, Xitoy hukumatining sayohatchilikning qurol sifatida ishlatib, Uyg'ur elidagi siyosatning rejimsiz realligini xiralashtirganligini faktlar orqali o'tirib qo'yganligini ilgari surdi. U mundaq dedi: Before I looked into this, I didn't really understand the extent to which tourism was happening in Germany's occupied zones of Nazi Germany up until the outbreak of conflict. Men bu nuqtaga qarab tekshirishdan burun natsistlar Germaniyasining ishg'ol qilingan rayonlarda sayohatning qanchalik darajada yuz berganligini haqiqiy tushunmaydim. 1939 yili to'qinish portlagandim va uningdan keyin sayohatchilik yana davom qilgan. Bu natsistlar Germaniyasining ahvolini normal ko'rsatishga urinishining bir qismi edi. Natsistlar hukumati hamma narsani kontrollikda, ansiraydigan ish yo'qligini ilgari surgan. Buni isbotlash va jinoyatlarni yoshirish uchun sayohatni tashabbus qilgan va tashviq qilgan. Natsistlar Germaniyasi Xitoy hukumati hozir qilganni u vaqt qilgan. Xitoy hukumati hozir Xitoy va chet ellik sayohatchilarni ishlatib, bu ishg'ol qilingan rayonda harbiy va soqchilarning kontrolligida bu irqiy qirg'inchilik ilib berilayotgan rayonda sayohat qildigandek, natsistlar Germaniyasimi ishg'ol qilgan yerlarda insonlarni sayohat qildigan. Sayohatchilarni bexatar joylarga o'rlashtirib sayohat qildigan. Faqat hukumat ko'rishni orzu qilgan yerlarni ko'rsatgan. Sayohatchilarning ko'pinchisi o'xshash ko'cha va o'xshash shaharlardan aylanib o'tgan. O'xshash mehmonxonalarda turgan. O'rinlashtirishga bo'ysunmaganlarni soqchilar iz qo'g'lab tutgan. Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohat taktikasi bilan natsistlarning taktikasida parallellik, ya'ni o'xshashlik bor. Kishilarni taklif qilib Xinjiangni normal rayon va bexatar rayon deb ularni ahmoq qilyotdi. Sayohatchilarni taklif qilib ko'rsatish orqali ularni qoyil qilishga tirishyotdi. Xitoy hukumati qara, bu yer normal va bexatar. İnsanlar erkin ozoda sayohat qila oladi demoqchi. Shundaqla ularga Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblashning to'g'ri emasligiga ishontirishga tirishyotdi. Xitoy buni ko'z bilan ko'rgan ishonish deyotdi. Ya'ni bu shularni to'g'rilayotdi. Buni Xitoy hukumati qayta deyotdi. Ular Xitoyga Xinjiangga kelishingiz kerak. Chunki ko'zingiz bilan ko'rsangiz haqiqat ishonsiz deyotdi. Seeing is believing, which the Chinese government has been recycling again and again and again. They say you should come to China, you should go to Xinjiang, because seeing is believing. Xitoy hukumati Uyg'ur nüfusiga qattiq zarba bergan bo'lsa-mu, bu rayonni sayohat markazi sifatida tashviq qilib kelmoqda va jiddiy faoliyat olib bormoqda. Bu faoliyat Xitoy va chet ellik sayohatchilarni jalb qilish uchun yangi ul asla qurish, soxta tarix o'rinlarini barpo qilish va shaharlarni o'zgartirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Xinhua to'g'riga asoslanganda faqat 2023-yilda 265 million sayohatchining Uyg'ur eliga ziyorat qilganligi o'tirib qo'yilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi doktor Henrik Chacheski Xitoyning davlat ichi va xalqaro sayohatchilikni ilgari surishdagi maqsad haqida so'z qildi. Uning qarashicha, Xitoy hukumati Uyg'ur elida davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikdan xalqaroning diqqatini burash bilan bir vaqtda Uyg'ur elida normallik va ko'rinish obrazini yaratishni umid qildi ekan. U mundaq dedi:
The goal of promoting tourism, whether domestically or internationally, is to demonstrate a couple of things: that normality is what the current condition of the Uyghur region is. Xitoyning davlat ichi va xalqarada sayohatchilikni ilgari surishdagi maqsadi tuvandagi bir qancha mazmunni namoyon qilish uchundir. Bir tarafdan Uyg'ur rayonining hozirgi ahvolini normal qilib ko'rsatish. Yana bir tarafdan sayohatchilik hukumatning siyosatining rayonga iqtisodiy jihatdan shundaqla muqimlik uchun foydali ekanligini ko'rsatib berish. Albatta, sayohatning Xitoy Kompartiyasining assimilyatsiya siyosatidagi roli bor. Sayohatchilikda ko'ngil ochilgan, qiziqarli, tahdid bo'lmagan va haqiqatan qarshi oladigan narsalarda joylar tunishtirildi. Shunga Xitoy kishilarining sayohat tajribasini Şinjan'da ko'rish, o'qish, yerli xalqlar bilan paranlashish qatorliq mazmunlar orqali shakllantirib, sayohatchilarning o'zlarining hikoyasini tashviq qiladiganligiga ishonadi. Ya'ni bu sayohatchilar Şinjan'ga keldi. Şinjan'da vaziyat normal va bexatarlik masalasi yo'q deganni ilgari surmoqchi. Natijada kelgan sayohatchilar naqsha aytib, usul o'ynagan Uyg'urlarni ko'rdi. Ular qaytgandan keyin kechirmishlarni, ko'rgan va anglaganlarni, Şinjan'da irqiy qirg'inchilikning yo'qligini so'zlab berdi. Performative aspects of their lives, and then they leave their region and they tell other people about their experience that is meant to counter the arguments of genocide in the Uyghur region. Uyg'ur kishilik qurilishi yaqinda doklad e'lon qilib, xalqaro sayohat shirkatlarining Uyg'ur rayoniga sayohat tashkillashi yerlik Uyg'urlarga hech qanday manfaat elib kelmaydiganligini, aksicha Xitoyning elib borayotgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'gashga yordam beradiganligini o'tirib qo'ygan edi. Bu sabab bilan sayohat shirkatlarini Uyg'ur eliga sayohat tashkillashni to'xtatishga chaqirgan edi. Doktor Magnus Fiskasioning mazkur dokladida bir tarafdan natsistlar Germaniyasining o'zlari ishg'ol qilgan rayonlarga Germaniyadan ko'chmanlarni elib kelishga, yana bir tarafdan bolalarni majburiy ota-onasidan elib ularni German bo'lishga, ya'ni German bo'lib cho'ng bo'lishga zo'rlaganligi qayd qilingan. Doktor Magnus Fiskasio natsistlarning bu siyosatining kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur eliga planliq nüfus yetkash va Uyg'ur bolalarini majburiy xitoylashtirish siyosati bilan parallellik borligini ilgari surdi. U mundaq dedi: These two major aspects that I'm talking about in Nazi Germany, of Germanification, that is colonization by way of German settlers, ethnic German settlers coming from Men Germany. tuvandagi ikki fikrni o'tirib qo'ymoqchi. Biri natsistlar Germaniyasida ko'chmanlarni yurtkash orqali odam o'rlashtirilgan. Germaniyadan natsist Germaniya armiyasi ishg'ol qilgan rayonlarga ko'chmanlarni elib kelgan. Ondan yana bir tarafdan bolalarni elib ularni German bo'lib cho'ng bo'lishga zo'rlagan. Bu ikki taraf o'xshashlar hozir Şinjan, ya'ni Sharqiy Turkistonda yuz beryapti. Bugun biz Sharqiy Turkistonga eqib kelayotgan Xitoy ko'chmanlarini ko'ryapmiz. Buni Xitoy hukumatı tashviq qilyapti va ilhomlantiryapti. Hatto biz bugun kishilarning keng ko'lamda qo'lga olinishi va turmalarga solinishini ko'ryapmiz. G'oyib bo'lib lagerlarga, turmalarga yoki majbur emgakka selinayotganlarning zamin va uylarini Xitoylar egallab olganligini ko'ryapmiz. Hamda buni Xitoy hukumatı rag'batlantiryapti. Ve Xitoy hükümeti bunu kolaylaştırıyordu. Forced labor, and now Chinese people come in and take over these houses, and this is also encouraged by the regime and facilitated by the regime. Yaqında Doktor Magnus Fiskasio bilan Kanadadagi mustaqil Uyg'ur tadqiqotchi Ruqiya Turduchxonim birlikda Xitoydagi Uyg'ur bolalarining keng ko'lamda tutilishi va majburiy assimilyatsiya qilinishi mavzusida bir doklad e'lon qilgan edi. Mazkur dokladda nuqtalik qilib 2017 yıldan beri Uyg'ur elida boshlangan zo'r ko'lamli tutqunda ota-onalaridan, ailesidan mahrum qolgan va Xitoy hukumatı tarafidan yig'ib olingan 100 minglagan bolalarning oqibati mulohaza qilingan. Dokladda yana Xitoy hukumatining bolalarni oilalaridan ayirishi, bolalarning ota-onalari bilan jam bo'lishni cheklashi va ming yush ona tilini cheklashga doir nurg'un jonliq isbotlar o'tirib qo'yilgan edi. Doktor Magnus Fiskasio o'zining dokladida yana Xitoyning sayohat siyosati bilan Sovet ittifoqining 20-asrning 20-yillaridan boshlab yo'l qo'ygan yangi tipdagi madaniyat diplomatiyasi bilan o'xshashlik borligini ilgari surgan. Amerikadagi siyosiy analizchi doktor Andresko bu vaqtda so'z qilib mundaq dedi:
They want to promote, ideologies, beliefs that there's no genocide in Xinjiang or East Turkestan, that there's, everything's fine. The locals are Xitoy o'z happy. ideyasini, e'tiqodini va Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik yo'q ekanligini, hamma ishning normal ekanligini tashviq qilishni orzu qiladi. Ular bir qism tarbiyalangan artistlarni ishlatish orqali bu yerdagi xalqning xushal-xuram va baxtli yashayotganlik tuyg'usini beradi. Bu Sovet ittifoqining tashviqot faoliyati uchun Potyomkin kentini qurgan bilan o'xshash ish. And this is the same kind of propaganda visits that the Soviets did back in the day, that where they invented the name Potemkin Village. Undaqda Xitoyning irqiy qarash siyosati muvaffaqiyatli bo'latamdi? Nima uchun Xitoy va chet ellik siyosatchilar Uyg'ur elining bexatar va yaxshi ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rgan qo'llag'uvchilarga aylandi? Buni siyosatchilar bilib qolamdi yoki bilmay qolamdi? Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang savolimga javob berib mundaq dedi. The regime wants to hide its campaign of genocide and other crimes against humanity against the Uyghurs and other Turkic minorities. And so it is trying to use tourism. Xitoy hokimiyati Uyg'ur va boshqa Xitoy bo'lmagan turkiy xalqlarga qarshi ilib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi sodir qilgan boshqa jinoyatlarni yo'shirmoqchi. Shunga Xitoy sayohatchilikdan foydalanib, obrazni yaxshilashga, Xinjiangda barliq insonlarning xo'shal ekanligini ko'rsatishga tirishyapti. Amaliyotda faqat o'zlari xohlagan va orzu qilgan narsalarni ko'rsatadi. Ko'rilgan narsalarning hammasi amaliyotda reallik emas. Xitoyning strategik tadbiri bo'lsa, Xitoy ishchi va strategik kishilarni Xinjiangga taklif qilib ko'rsatish va qaytgandan keyin Xinjiangda ko'rganlar haqida so'zlatish. Boshqacha aytganda, Kompartiyaning o'zlari orzu qilgan obrazni tashviq qilish hamda insonlarning buni deyishi nihoyat o'nimli chora deb qaraydi. Ma'lum ma'noda aytganda, Xitoyning bu faoliyati Xitoy ishchi, ya'ni Xitoy xalqi orasida muvaffaqiyatli bo'lib qolmasdan, balki boshqa joylardami muvaffaqiyatli bo'ldi. Menimcha ba'zi chet ellik sayohatchilar amaliyotda Kompartiyaning ko'rishni orzu qilayotganlarni ko'ryapti. Ular Xinjiangda nima ish bo'layotganligini biladi. Ba'zi chet ellik sayohatchilar faqat sodda, ammo qanday qilib bo'lmasin, ular Xitoyning yolg'on hikoyalarini tashviq qilmoqda. Biz Xitoyning insoniyatga qarshi bu jinoyatlar bilan shug'ullanayotganligini isbotlaydigan nurg'un faktlar borligini bilamiz. Xinjiangda jazo lagerlari bor. Xitoy sayohatchilarga bularni ko'rsatmaydi. Xitoy sayohatchilarning ko'rganlariga ishonishni orzu qiladi. Xinjiangda jazo lagerlarining borligiga ishonishni xohlamaydi. Lekin Xinjiangda jazo lagerlari mavjud. Because as they say in Beijing, seeing is believing, and they don't want people to believe that concentration camps exist, which they do. Qadrli radio anglag'uvchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.